Assalomu alaykum. Sizlar bilan bir zo'r iboralar bilan bo'lishkim keldi. Bu iborani men 18 yoshimda onamdan eshitgan edim. Joylar jannatga bo'lsin ilohim. Bir sahobadan so'rashganida aytgan ekan: "Peshonangda nima bor? Namozi ibodat. Ko'zingda nima bor? Nuri Muhammad. Burningda nima bor? Bo'yi Muhammad. Og'zingda nima bor? Kalima-i shahodat. Qulog'ingda nima bor? Azon iqomat. Qo'lingda nima bor? Xayr saxovat. Tizzangda nima bor? Izzat hurmat. Oyog'ingda nima bor? Desa poyi tahorat" degan ekan. Agar kimlardir bilib shuni yozib boringlar kommentariyaga. Men esimdan chiqqan joylari bo'lsa 18 yoshimda eshitganlarim, lekin qulog'imga haligacha turibdi jaranglab. Sizlarni yaxshi ko'raman. Kommentariya yozinglar ko'p. Xo'p?